Xo'p, demak bugungi bugun demak g'oyani mavzuga aylantirish va to'g'ri jumla tanlash. Birinchi o'sha demak rejimiga ketadigan bo'lsak, xo'p, bunda mavzu qanday tanlanadi? Siz demak o'sha ilmiy rahbar hisobidan mavzu tanlashda siz bilan nima qilinadi? Maslahat qilinadi. Qaysi mavzu qiziq yoki ko'p holatlarda bizda ilmiy rahbarlar o'zi mavzularni beradi. E, Hozir ilmiy mavzularni ko'pincha ilmiy rahbarlar o'zi beradi. Ya'ni o'sha shogird bilan maslahatlashmasdan ayrimlar to'g'ridan-to'g'ri berish mumkin. Lekin aslida maslahatlashtirilganda nima qilinishi kerak? Bu o'sha mavzu ilmiy tadqiqotchiga ham qiziq bo'lishi kerak. O'shandagina keyinchalik bu siz nima bo'ladi? Ya'ni sizga osonroq bo'ladi ilmiy tadqiqot olib borish. Bu yerda mavzu o'ta umumiy bo'lmasligi kerak. Unda aniq o'zgaruvchilar va chegaraviy shartlar aks etilishi kerak. Hop, demak siz yo'nalishingiz kerak matematika sohasi bo'lsa agar, matematikada ham demak yo'nalishlar juda ko'p. Demak, demak bu amat analiz deydi, analitik geometriya deydi, funksiya analiz deydi, funksional analiz, ehtimollar nazariyasi va hokazo juda ko'p yo'nalishlar bor. Siz o'sha qaysi sohasiga qiziqasiz? Keling siz o'sha ehtimollar nazariyasi yo'nalishiga qiziqsangiz, ehtimollar nazariyasini qaysi yo'nalish sizga qiziq? Uni ham demak o'zi ham juda ko'p yo'nalishlarga demak nima bilan statistika bor, ehtimollar nazariyasi o'zi bor va hokazo ko'p yo'nalishlar bor. O'zingiz qiziqadigan o'sha sohani, o'zingiz mavzuyingizni ilmiy rahbaringizga aytsangiz agar, o'shanda demak o'sha ilmiy ishda nima qilish, tadqiqot olib borish oson bo'ladi. Shuning uchun ham demak buni siz ko'p holatlarda nima deydi? Bizda shunaqa ilmiy rahbar o'zi mavzuni beradi. Shuning uchun ham keyinchalik ilmiy tadqiqotchilar uchun qiziq bo'lmaydi mavzusi yoki zerikarli bo'lishi mumkin yoki ish ancha vaqtga cho'zilishi mumkin. Va bu uchun siz mavzuyingizni olganingizdan keyin o'zingizdan o'ylab yuribsiz, ehtimollar nazariyasidan qaysi mavzu sizga qiziq va shu mavzu bo'yicha nima qilasiz? Scopes'ni ma'lumotlar bazasi bor, science.com saytiga kirib, o'zingizda mavzuyingizga oid kalit so'zlar qilasiz ingliz tilida. Va kalit so'zlar qilingandan keyin o'sha kalit so'zlar asosida maqolalarni qidirib ko'rasiz. Qidirib ko'rib, demak shu bo'yicha mavzu tanlashdan oldin ozroq nima qilasiz? Ilmiy tadqiqot olib borasiz mavzuni tanlash bo'yicha ham. Bunda siz o'sha olingan maqolalarni yuklab, olingan maqolalarni qisqacha hammasini o'sha abstrakt qismini o'qib chiqasiz. O'zingizning mavzungizga aniq yaqin bo'lgan 3-4 ta maqolani, demak o'sha keling 20 ta 30 ta maqola yuklab olgandan keyin eng 3-4 tasiga yaqin bo'lsa, demak uni bir o'qib chiqasiz to'liq maqolani o'zini. Metodologiyasi qanday qilingan, kirish qismi qanday yozilgan, qanaqa natijalar olingan va qanaqa cheklovlar bor bu yo'nalishda. Bularni hammasini ko'rib chiqqaningizdan keyin sizda umumiy tushuncha paydo bo'ladi o'sha g'oya bo'yicha. Mavzungizni endi o'sha g'oyangizdan mavzuga o'tish uchun sizda endi ozroq tushuncha paydo bo'ladi. Ya'ni bu ishni qilish qanchalik to'g'ri, ya'ni kimlardir bu ish bo'yicha ishlab, bu ish bo'yicha tadqiqot olib borish unchalik foydali emasligini yoki uncha qiziq emasligini ham ko'rsatish mumkin yoki aytib ketish mumkin ayrim mualliflar tomonidan. Yoki o'zingiz ham o'sha science.com'da kirsangiz, sizning mavzungiz o'sha kalit so'zlarga oid ilmiy tadqiqotlar o'sishi qanday? Keling 2000-yildan yoki 2010-yildan yoki 2020-yildan buyog'ida qanaqa o'sish bor? Yaxshisi 20-yildan olganingiz yaxshi. 20-yildan to 26-yilgacha shu mavzudagi maqolalar soni ko'payib boryaptimi, kamayib boryaptimi? Agar ko'payib borayotgan bo'lsa, demak bu soha ancha dolzarb hisoblanadi. Aksincha kamayib borayotgan bo'lsa, demak bu mavzuni tanlamaslik va boshqa mavzu tanlashga harakat qilish kerak. Buni demak aniqlashning usuli shunaqa. Ya'ni siz mavzungizni kalit so'z qilib science.com orqali qidirib ko'rishingiz mumkin.